Assalomu alaykum hammaga. Jigarlar, nima gap? Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Короче, hozir mana optimizatsiyani chiqardim. Bu optimizatsiya juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Короче, mana ko'rib chiqamiz. Настройкаga kirasiz. Настройкаga yana kompyuterning службаga geolokatsiya degan joy bor. O'sha kirib turib, ashuni o'chirib qo'yasizlar. Короче, o'chirlaring bu telefonlaringni sal-pal qatishlaring kerak. Kimda yoniq bo'lsa o'chirib qo'yinglar. Ulучшение kerak. Mana ko'rdilar, mana shu analitikaga ulучшение turibdi. Bu yerdan chiqamiz. Chiqqanimizdan keyin bu yerda yo'q, nazarimda yo'q. Bu yerda kerak narsa yo'q va pastda universalniy dostupga kirib, display и размер textga kirib turib, menda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa turib qo'yishlaring kerak. Prям birga bir turish kerak jigarlar. Prям menda nima bo'lsa, xuddi shuna turish kerak. Bu yerdan chiqib turib, pastiga движение kirasizlar. Движениеlar, umishini движениeni yoqasizlar. Bu telefonlarni sal-pal sekinlashtiradi, lekin PUBG da zo'r bo'ladi. Keyin bu yerda nima bor bo'lsa, xuddi shunani yoqib qo'yasizlar. Prям xuddi shuna turish kerak. Keyin yerda chiqdilaring, keyin mana eng muhim joyda, prям hech kim o'rgatmagan, mana shu usni content degan joy bor. Usni content bas u yer bas ekan. Mana kasanaga kirdilaring, kasanaga kirsalaring, prям bu yerda ham xuddi nima bo'lsa, xuddi shuna turish kerak. Keyin mana virtualniy kontrol eng muhim joyi shu, prям eng muhimi. Hech kim o'rgatmagan. Mana skorost skanирование degan joy bor. O'shaga kirasizlar. Kimda netchi bo'lsa, shuni 3 qilib qo'yishlaring kerak. Xuddi shunaqa. Keyin bu yerdan chiqib turib, mana bu o'chib turgan bo'lishi kerak. Mana sikli degan joy bor. Bu yerni 5 qilib qo'yasizlar. Kimda netchi bo'lsa o'zgartirib qo'yasizlar. Keyin mana повтор движение ham 518 turish kerak. Keyin bu yerda nima bo'lsa, xuddi shunaqa qilib qo'yasizlar. Bu yerda boshqa ish qolmadi degan umiddaman. Yo'q, qolmabdi. Va mana ekran yarkis degan joyga kirib, mana razmer teksti ham xuddi shuna turish kerak. Mana masshtab degan joy bor. Masshtabga mashda eng muhim narsalardan biri krupniy tekstni yoqib qo'yishlaring kerak. O'shanda sizlarning o'qlaringiz sal kattaroq deganga o'xshab, prям mazza qilib o'ynaysizlar-da. Gatovani bosib qo'ygan bo'lishlaring kerak. Keyin bu yerda hozir ish qolmadi degan umiddaman. Mana poiskga yozasizlar keyin. Yazik и region deb yozishlaring kerak. Yonasini deyapsan. Yazik и region. Mana настройка языка и региона degan joy chiqdi. Bosasizlar. Bosganlaringdan keyin mana region degan joy turibdi. Men Qozog'istonni qo'yganman. Sizlar ash poiskga yoki Qozog'istonni qo'yasizlar yoki Germaniyani qo'yasizlar. Yoki prям Qozog'iston yoki Germaniyani qo'yasizlar. Keyin telefonlaringni bitta o'chirib yoqib yuborasizlar. Omadda o'chirib yoqib yubormayapman, chunki video uzilib qoladi. O'chirib yoqib yuborasizlar. Va keyin настройкада ishimiz hozir qolmadi. Keyin mana CPU degan приложение bor. U Play Marketga, App Store'ga yozsalaring chiqadi. App Store'ga topdilar, mana operativniy pamять degan joyga kirib, глубокое очисткani bosasizlar. Chek kutasizlar, bu telefonlaringdagi kerak narsalarni prям o'chirib yuboradi. Keyin eng muhim narsalardan bittasi, очистить bosasizlar. Eng muhim narsalardan bittasi prям telefonlaringni xotirasi bo'sh turishi kerak. O'shanda prям telefon bor kuch bilan ishlaydi. Bu yerda hamma yoqdan chiqib ketasizlar. Keyin har doim PUBG ga kiryapti turganda CPU ni yoqib turib kiringlar. CPU-dagi hamma shu глубокое очисткani o'sha tozalab olib keyin ishlang kerak. O'sha mana PUBG ga kirdilaring, PUBG ga kirganda xullas mana eng muhim narsasi aytyapman, joy bo'shash kerak. Mana загрузка qiladigan joy bor, hamma bilsa kerak. Загрузкani bitta bosib, mayda очистить degan joy turibdi. Ya'ni очистить degan joy turibdi. PUBG hozir yangilash kiritilgan, mana shu men tanlaganni bosib turib, OK deb bitta bosasizlar.
keyin bu yerda shu okeyni bosganlaringdan keyin barcha masalan kerak emas narsalarni PUBG o'zi o'chirib yuboradi. Telefonlaringni qatimasligiga bu katta yordam beradi. Ishonmaganlarga masalan meni ham mana kiyimlarim skachas qilinmagan, chunki kerak emas-da, vasha kerak emas. TDMda vasha juda katta nima deydi, foyda beradigan narsa-da. Prям vasha foyda beradi. Telefonlaring qancha xotirasi ko'p turgan bo'lsa, skachas qilinmagan narsa kam bo'lsa, kam bo'lsa, ular zo'r bo'ladi. Keyin mana kirdilaring trenirovkaga bu qanday qilib turib uronni kuchaytirish, mana kuchaytirish. Salyutingizni vasha kuchaytirish. Hech qachon mana shunaqa yaqindan vasha otmang. Vasha otmang. Hamma ham yaqindan otiladi. Yaqindan hamma headshot beraladi. Siz hech bo'lmasa mana shu joyga kelib mashina ochishingiz kerak. Mana ko'ryapsiz, mana shu joyni otib, o'shanda sizni beradigan bo'ladi xolos. Mana eng bor kuchingiz bilan uzoqlashaverishingiz kerak, tushunyapsizmi? Uzoqdan otib, o'shanchalik yaxshi bo'ladi. Uzoqdan ochish, tushunasizmi? Uzoqdan ochmang. Mana ko'ryapsiz, vasha uzoqga qochib turib ochsang, o'zlaringga zo'r bo'ladi. Zalyotda eng kuchaytirish masalan zo'r narsa shu. Keyin nastroyka turibdi. Nastroykani ko'rgan bo'lsanglar, men o'rtaga qo'yib oldim. Kimdir yo'qlar, kimgadir mazza, mana shuni qo'yib olsanglar, shu nastroykaga qarab turib, buni odamga o'rtada turibdi, endi o'z bir tomondan shu ham mazza. Shu nastroykaga qarab turib odamlarga otaverasizlar. Prям bemalol, endi bu kimga kerak, kimga kerak bilmadim-ku. Eng muhim narsalardan biri telefonlaringni bo'sh turish kerak. O'sha narsani nazarda tutinglar. Keyin agar hamma yo'qda prям 100% erinmay videoni oxiriga ko'rib turgan bo'lsalaring, prям 100% o'xshashi kerak. Kerak ham bas, prям 100% o'xshaydi. Iloji boricha orqadan qochib turib, o'xshaydi. O'sha nazoratlar kuchli bo'ladi. Hammalaringga rahmat, jigarlar, xullas sizlar bilan ananing bo'ldi. Prям 100% o'xshaydi, prям